Ustozimiz va nihoyat mana yetib keldilar. Onlayn bir duolarni olishga musharraf bo'lgan edik. Oradan ko'p vaqt o'tmadi. Mana Allohim qadamlarini bizni shaharimizga yetkazganidan bugun ertalab shoshib qoldim to'g'risi bu xabarni eshitib ustoz. Mana Niagara sharsharasida ustoz bilan birgamiz. Ustoz auditoriyamizga bir foydali eslatma o'rnida shunaqa joylarga kelganda o'zimiz qanaqa tutish, nimalarni esga olish. Avvalo biz iymon ahli, musulmon kishi shunga aniq ishonadiki, dunyo va uning ne'matlari Alloh subhanahu va taolo insoniyat uchun, xususan mu'minlar uchun yaratilgan bir tortiq hisoblanadi. Alloh o'zi Qur'oni Karimda huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a, yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdim deydi Alloh. Va Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ne'matlarning juda ko'pini nomma-nom eslab chiqadi. Va mana bunga o'xshash sharsharalar, ko'z ko'rinadigan ne'matlar hammasi insoniyat bahramand bo'lishi uchun yaratilgan Alloh subhanahu va taoloning nozik ne'matlari. Endi bizda ba'zan kishilarimizda bir tushuncha bor, mo'min musulmon taqvodor kishilarda dunyo ne'matlaridan bahralanishga intilmaslik yoki ne'matlarga berilib ketmaslik, bu ne'matlarga bir bahliyo bo'lish, go'yo dunyoga mehr qo'yish degan tushunchalar bor. Agar moddani o'ziga mehr qo'ysa, u gap to'g'ri. Ammo iymon ahli moddani ko'rganda, moddiy ne'matlarni ko'rganda moddani emas, uni yaratuvchisini eslaydi. Agar insoniyat buni qila olmaydi. Masalan, suvdagi suvning qonuniyatlari, yer yuzini tortish kuchi va hokazo qancha qonuniyatlar ishlayapti mana shu sharsharani o'zida. Mana bularning hammasi Allohning yaratilishi bo'lgandan keyin bular ne'matlarni ko'rganda Allohni eslash, Allohning qudratini va uning kamolotini tasavvur qilish mana bu iymon ahlining nazari hisoblanadi.